Salam ustozlar, salam yigit qizlar, salam ekran oldidagi qadrli ko'rman do'stlar. Elchi programmamizning bugungi sonini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Programmamizning tajdorligini Xinjiang Elchi to'y mulozimat cheklik shirkati Esir mahsulot. Bugun men programmamizni mundaq bir muhabbatli hikoya bilan boshlashni loyiq ko'rdim. Bir yigit bir qizni shunchalik yaxshi ko'rib qoldi. Ammo qizning kichikgina bir nuqsoni bor ekan. U bo'lsa-mu bir ko'zi faqatli ko'rmaydi ekan. Boshqalar yigitni to'sibdi. Sen shundoq kelishgan turib, bu qizni qandoqmi qabul qilgansan, keyin cho'qim baxtli bo'la olmaysan, keyin qaroringga pushaymon qilasan degandek. Oxiri yigit to'y qildi. To'ydan keyin yigitni yaxshi ko'radigan bir qiz yigitning oldiga kelib, pushaymon qilyapsiz? Hozirmi kechikmaysiz? Bugunning o'zi to'yini to'xtatsangiz bo'ladi debdi. Lekin yigit bu qizni yaxshi ko'rib qolgandan buyon boshqa qizlarning bir ko'zi menga ortiqdek bilinadigan bo'lib qoldi deb javob beribdi. Bu javob ko'pchilikni ham hayron qildi, ham to'y bo'layotgan shu qizni shunchalik xushal qildi. Bu bir hikoya. Balkim turmushda rost bo'lgan bo'lishi mumkin va yoki muhabbatga intilgan yuraklarning qalam bilan yozilgan bo'lishi mumkin. Demak, biz ana shundaq nuqson izlash holatida emas, muhabbatlik yurgida bir-birini qabul qilgan yoshlarimizni sahnamizga taklif qilib akilyapmiz. O'z orzusi bilan bizni izlab kelayotganlar oz emas. Qani biz tirishaylik. Ustozlar bilan birlikda sahnadagi yigit qizlarga yordamimizni ayamaylik. Bizga quvvat bo'layotgan programmamizning yarışıqlari bo'lgan ustozlarni tanishtirib o'tay. Milliy advokatlik ish o'rnining pishqan tajribalik advokati Xalida Abduzadam. Xalidada qarshi olamiz. Sevimli ustozimiz Xinjiang san'at sho'yanining professori Gulzar Temir muallim. Qarshi olamiz muallim. Alqishliq psixika yetakchisi Ali muallim. Qarshi olamiz Ali. Albatta, sizlarni chin ko'nglimizdan qarshi olamiz. Endi sizlar haqida tomoshabin do'stlarimizmi azroq tushunchaga ega bo'lsin. Ekran qaraylik. 1 numurli Qizmayir Alfira, 23 yosh, yurti Urumchi shahardan. Mijoz xarakteri ochiq yo'ruq. Hozir Urumchida kiyim-kechak kasbi bilan shug'ullandi. 2 numurli Qizmayir Raziya, 24 yosh, yurti Aqsu Avotdan. Mijoz xarakteri ochiq yo'ruq. Hozir sayohat yetakchilik kasbi bilan shug'ullandi. 3 numurli Qizmayir Rashida, 35 yosh, yurti Qashqar shahardan. Mijoz xarakteri ig'ir besiq. Hozir Urumchida kiyim-kechak korxonasida ishlaydi. 4 numurli Qizmayir To'xtigul, 25 yosh, yurti Aqsu shahardan. Mijoz xarakteri ig'ir besiq. Hozir temir yo'l haqilish punktida ishlaydi. 1 numurli O'g'ilmayir Irshad, 33 yosh, yurti Qashqar Poskamdan. Mijoz xarakteri ig'ir besiq. Hozir Urumchida do'kon ochadi. 2 numurli O'g'ilmayir Rustam, 32 yosh, yurti Urumchi shahardan. Mijoz xarakteri ochiq yo'ruq. Hozir Urumchida do'kon ochadi. 3 numurli O'g'ilmayir Abdurahmon, 24 yosh, yurti Xotan shahardan. Mijoz xarakteri ig'ir besiq. Hozir buxgalterlik kasbi bilan shug'ullandi. 4 numurli O'g'ilmayir Ilzat, 23 yosh, yurti Urumchi shahardan. Mijoz xarakteri ochiq yo'ruq, tetik. Hozir usul kasbi bilan shug'ullandi. Hozircha ism familiyanglarni, xizmatinglarni azroq bilib oldik. Lekin ko'p emas. Endi cho'nqirlashni boshlaymiz. Ya'ni tunji qadimimizda tunji uchirishni tamom qilamiz. Qani qaysi mardona yigit sahnamizga chiqib, "Men tunji uchirishning egisi bo'laman" deb maysa urdi? Abdurahmon sizmi? Abdurahmon bir necha navbat programmamizga qatnashdingiz. Bugun tunji qitim o'zingizni yengib tunji uchirishning egisi bo'lay deb chiqdingiz. Bundan ilgari boshqalar sizdan chaqqan kelib ketganmi yoki o'zingiz sal fursat kutganmi? Tunji qatim bo'lgan vaqtida azroq jiddiylashish, sahna chiqqanda odam azal mal qilmasni kontrol qilmas ekan-ku. Shu jihatda azroq jiddiylashgan. Shu dadillik bilan chiqqanmi? Bugun dadillik bilan chiqdingiz. Undaq bo'lsa, qaysi qiz bilan tunji qatim uchirib yiqishni xohlaysiz? 2 numurli qiz. 2 numurli Raziya bilan uchrashib yiqishni xohlaysiz. Qani. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Siz odatda nima kasb bilan shug'ullanasiz? Men o'zim shu MD o'qish bitirgan. O'zim sayohat yetakchisi. Qiziqishingiz shu. Qiziqishim sayohat qilish, andigizda tantarbiya faoliyatlaridan shug'ullanish, rasm sizish, usul o'ynash, naqsh yetish, barliq san'at turlarini bek yaxshi ko'raman, ham qila olaman. Yaxshi ko'rgan tamoqingiz? Yaxshi ko'rgan tamog'im lag'mon.
Onundan başqa siz o'g'il tarafdan kutadigan umidlaringiz bormi? Mening shu qarshi taraf o'g'il tarafga bo'lgan talabim bekla oddiy, ya'ni ishni o'z ichiga oldi. Birinchisi, cho'qim samimiy sadoqat bilan bo'lish kerak. Ikkinchisi, cho'qim pul topa oladigan, olg'a intilishcha ruh bo'lish kerak. Uchinchisi, endi o'rin bo'lmasligi kerak. Siz ishdan sirtqi vaqtlarni nima ishlar bilan shug'ullanishni bekroq yaxshi ko'rasiz? İşten sırtqı vaqtlarimda shu o'zimning kasbi sayohatchilik bo'lgandan keyin beka vaqtlarimda to'xtamay berib sayohat qilaman, andikizda endi keng tabiatni o'zirlayman deb turibsam. Ashunchaq. Tomoq etishni bilamsiz? Tomoq etishni bilaman. Ha, bo'ldi. Sog'lom tugadi. Sizdan bir so'rab baqsam. Bo'ldi. Tomoq etishni bilamsiz? Hammasini bilmayman. Shu pul o'talayman, undan keyin to'qsay qo'yaman. Lag'ma etishni bilamsiz? Lag'manni tatyamayman. Seni qo'yalayman. Hech qisi yo'q, men bilmayman. Andan yana bir savolni so'rab baqsam, qiziqishimiz o'xshamdi. Qiziqish men top o'ynash qilmanchi basketbol. Tantarbiya turlari. Ha, to'g'ri. Savollarim tugadi. İşkanlar bek ciddi paranlışıp bir xil aldirash bir yega mangallar kabi birinci, ikinci, üçüncü ha buldu tugdi xo'sh deb tushib ketdinglarmi? Men ashtaq bilindimi? Sal jiddichilik bo'lib qolgandek-a? Men gaqsam azroq sürtüm tez. Gaqli sürtüm tez. Adasım sürtünüz tez. Abdurrahman sizga qanday ta'sir berdi? O'rtaqlik bor ekan-ku ba'zi jihatlarda. Hamda hozircha dastlab qadamda tunib yetganam mijoz xarakteri uchuqga. Undan keyin gapnimcha kesib qilgan. Demak, shu tarafidan hozirlandingiz, ha? Bo'ldi. Qani, qolgan qiz yigitlar fursatni chang tutib, tunji uchirishni qo'ldan bermanglar. Yaxshimisiz Mayra, yaxshimisiz ustozlar. Hammanglarga men Rustamdan o'tliq salomlar bo'lsin. Birinchi nomerli qiz sizdan bir ikki savol so'rab qolsam. Yaxshimisiz? Siz mush sahnaga to'y qilish nisbatida keldingizmi yo bir asli aralish beqish o'yida keldingizmi? To'y qilish maqsadida keldim. Bo'ldi, savolim tugadi. Tugdimi? Sizning qaytirib so'raydiganingiz bormi? Yo'q, so'raydigan savolim yo'q. Bugun kayfiyatingiz yaxshi emasmi? Mijozingiz yo'qmi yoki bir xil tuyg'ungiz da'vatamsiz? Yo'q, ikkinchi nomerli Humayra bevosita so'rayotibdi, to'y qilib keldingizmi yoki aralashib qilib keldingizmi deb. Ham ya bir aralashib ko'rib boqib, qipaqay itib paqay deydigan ya bir do'xmishdan go'shagandek shumsa bu to'y qilishni maqsad qilib keldik-da, yoki bo'lmasa ish qilamiz. No. Buni to'y qilish maqsadida keldim deb kulib oxirlashtirayotgan bo'lsangiz sal jiddiychilik vaziyatda. Men moda qilib qoldi ekanman, xaplab qoldimmi bu singlim deb. Epidirek bir yigit chiqib qolqasi vaqt to'yimni qavitay deb keldim. Aytganingiz kelsin. Voy. Shikanglar bir xil puraqliq gap qilyapsizlar. Ma'qul. Mustaq kulki chaqchaq bilan davomlashtiraylik, ha? Ilzat. Men 3-nomerlikdan so'rab baqsam, siz nimga bakrak qiziqsiz? Shu ko'ngil ichish faoliyatini qatnashishni yaxshi ko'raman. Anisa, mishu kuchuk beqishni yaxshi ko'raman. Anda sayohat qilishni yaxshi ko'raman. Sizchi? Men shu odatda shu kit beqishni, shu sayohat qilishni usulayna boshladim. Qizlarning ichida ermak hayvonlardan qo'rqadiganlar bormi? Men ishdan bek qo'rqaman. Ishdanmi? Kichik vaqtimda bir qatim ishdan tarafidan qo'rqinib baqqan. Ha, bak qo'rqitib bitib qolg'ashqa, shu sayning ta'sirini hozirgacha qo'rqsiz. Alfira sizchi? Men ermak hayvonning arqandaqidan qo'rqaman. Keyingi vaqtlarda yigitingiz masalan beqishni bakrak talab qilsa, qarshi turamsiz yoki sinab beqishni xohlamsiz? To'y qilgandan keyin chiroyli farzandlarni tug'ib bersam, shuni baqsaq bo'lar, ishda men to'z ko'lamaydi ekan. Bugun eng yaxshisi Alfiradan ko'proq savol so'rsam bo'g'idaka, o'zgacha javoblar chiqyotdi. Udulla. Qani, davomlashtiraylik. 4-nomerlik Mayirdan so'rab baqsam. Siz qanday o'g'illarni yaxshi ko'rasiz? Birinchidan tirishchan, andan ikkinchidan cho'nglarga vafodor bo'lish kerak. Uchinchidan shu o'ziga yaxshi ko'rgan ayolga har qanday ishni yo'shirmaydigan, tirishchan, jafodan qo'rqmaydigan,
bo'lishi kerak. Rahmat. Sizce siz aşındaq yigitmi? Men aşındaq yerlerim var. Bo'lmay qolsa o'zgarsam bo'ladi. Masalan, o'zgartishga to'g'ri kelsa qaysi taraflar sizdan jiroqga? Sal hamda mas'uliyat degan narsa bo'shroq menimcha, ozroq. Ha. Shu ham o'zgarsam qag'ayal baka menda. O'rtaq savol. Bir kun ichida masalan, kunduzlik vaqtimizni hisoblaylik, 12 soatni. Sezgimiz o'yg'oq vaqt, o'zimizmi o'yg'oq vaqtda qaysi vaqtda sizlar o'zinglarning ko'ziga bek chiroyli ko'rinmay qolasizlar? Atigan turgan vaqtinglarmi, tomoq yeyotgan vaqtinglarmi, ochiqlangan vaqting, qaysi vaqtdagi o'zinglarni sal yoqtirmay qolasizlar? Mushu kech uxlab atigan qo'pqanda bir xil chashlar qalamayqan, bir xil bek ko'zim bek set ko'rinib ketmaydi o'zing. Atigan qopsız aynak qarab baqamidingiz? Ha, har kuni ashta qo'yimba atigan qo'paplam shu bir aynak qaraytib aniga. Ha. Chichingiz bundoq qalaymiqan? Ha, bo'randa qolgan nimadak. Men kunda shu ishdan tushgan vaqtimdagi bir xil ruhsiz, jonsiz holatni yoqtirmayman. Odatda bakrak charchab ketgan kuningizmi, har kun ishdan tushgan vaqtingiznimi? Bakrak charchab ketgan vaqtimdagi. Rustam. Meni u yoqtirmaydi vaqtim yo'q ekanmi? Har vaqt kishganlar qo'shilib yuraman. Men ba'zi ishlarni joyida qilamagan chig'imda shunday chiroyim jiqanda g'alitlan bo'lib qolimcha. Ajab bir ishni yaxshi qilolmay qoldim deb kayfiyatlarim nol. Mishlarim chiqib ketgan. Bunday kiyim-kechak tuzab turish kiyish degan bo'lmaydi ekan. İşte şu çağlarda sel setlişib qalmayapti. İşni yaxshi qilaman. Tushkun vaqtlaringizda o'zingizning ko'zingizga sig'may qolasiz. Qo'sqim echibga setlishib ketib qolamanmi deb o'ylayman ko'nglimda. Shu ko'zlarimni osti qardab boshqacha bo'lib ketaman, hamma narsani yegim narsani yemasam-chi, shunchalik beorom his qilib ketaman o'zimni. Tomoq yeyolgandan keyin bek chiroyli qo'yib ketgandek. Ben aşı üzemni emidim bek bichara bo'lib his qilgan vaqtida o'zimning ko'ziga bek set ko'rinaman. Yana boshqalar ilojsiz qolgan vaqtingizda. Ilojsiz qolgan vaqtimda andikizda boshqalar meni naqdim bo'lsa qilib olgan vaqtida. O'zim shunday bichara his qilgan vaqtimda rasli bek set ko'rinaman o'zimning ko'ziga. Men atigan uxlab qolgan vaqtida aynak qarashni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'ramsiz, ko'rmamsiz? Yaxshi ko'raman. Ko'ramsiz? Ha. Masalan, qopqim ishib qoldimi, ishib qolmadimi degandek-ku. Ishib qolsa qoplaysiz. Ishib qolmagan bo'lsa-chi chiroyli qopibdiman deb o'ylaysiz. Men shu odatda qilgan ishimdan unumni ko'rilmay qolib qolsam, o'zimning nihoyatda ko'rimsizligimdan reklam afsuslanib yana bundan keyin nima tuzasam bo'g'dek deb aynak qarab o'zimga tamanno qo'yib taxmi tirish irodaga kelaman. Hammalarning har xil ekan, o'ylamgan javoblarga erishdik. Bo'ladi. Menga o'sha Alimalni so'raydigan bir savolim bordi. Shu xomushlik kasalligi davo bormidi? Ash to'g'risida bir tushuncha bergan bo'lsangiz bo'ldi. Bu xomushlik degan amaliyot bir kasallik emas. Bu bir xil holat. Xomush bir holat. Bu har qanday odam hayotida chuqur bir xomushlik holatini beshdan kechirdi. Ba'zi odam ongsiz holda xomush holatda turdi. Ongsiz holda xomush holatda turdi degan nima esa o'zining xomush kishilik giribtor bo'lganini bilmagan holatda turdi. Hamda psixologiyada bu xil ongsiz holat xomushlik, ongli holat xomush qargan texmi ig'ir deb qaraymiz. Chunki ongsiz holat xomushlik kasallikni paydo qiladi, bo'lib ig'ir kasalliklarni. Hamda ma'siz xomushlik kasallik deganlar bu ongli holat xomush, ya'ni o'zining xomush holatini Allah'ın bedeni his qilib bo'lgan vaqtda bu ongli holatdagi xomush holat hisoblanadi. Bu bir holat. Ham bu bir holatni hamda faqat ashxil kasalni, ashxil holatni beshdan kechirgan odamlarla buning qanday ekanligini bildi. Agar bu xil holatni tek beshdan kechirmagan odam bir xomushlikka giribtor bo'lgan odamning qalbini tushunishi mumkin emas, qat'iy mumkin emas. Chunki u qandaqdir normal kasallarga o'xshash boshqa odammi his qila oladigan, boshqa odammi bila oladigan bir xil kasallik emas. Shunga bu bir holat bo'lganligi uchun hamda bir dunyo dangliq bir doktor charchashni dorilarni tugatgan olmaydi degan.
charchashni tug'dirgan dunyoda dori yo'q degan. Chunki charchashning birdan bir dorisi uxlash. Uxlashning o'rnini hech qanday bir dori eplolmaydi. Xomushlikmi ma'lum nuqtada aytganda bir xil ro'yi charchash. Bu xil ro'yi charchashni qandaqdir dori bilan o'ng'ishilolmaydi. Dori bilan faqat nimasi xomushlikning alomatini o'ng'ishil bo'ldi. Masalan siz zukamlab qolsangiz, uytilaysiz, ko'zingizda yosh chiqadi, buningizda manqi chiqadi. Bu alomati. Endi biz longidan tutib olib birdan manqisini aytib uning zukumi saqaymaydi. Shunga nurg'un vaqtlarda bu xil xomushlikning alomatiga nisbatan biz davolashib qolganda bu kasallik uzilishini tugatib olmaydi. Buning jildizni cho'qim tugitishga to'g'ri keladigan gap. Shun bir etizdimi yavo cho'plar unidi, siz uni o'rab qo'ysangiz, yana unidi, o'rab qo'ysangiz, yana unidi. Siz bu yavo cho'plarni o'rab bu etizda yavo cho'plarni menga tugitolmaysiz. Bu alomat bilan aplashganda bu kasallik tugmaydi. Biz bu etizni qanday qilishimiz kerak? Bu etizga biz bug'doy terib etsak, yavo cho'plardan menga qutulamiz. Şu adamның ro'yitidikimi qarang'uliqni cho'qim bir yo'riqlik orqali anından keyin buni tugatgan bo'ladi. Unda qilmay bayatın degandek alomatga nisbatan to'xtamay amal qilganda bu faqat vaqtliq kontrol qiladi, vaqtliq sezmas holatga keladi. Xuddi masadam ning puti yaralansa u sezmaydi degani hargiz u shu peti saqi qoldi deganlik emas. U masjidda ishilganda yana put og'rigandek faqat mushkul holatni bo'lgan gap. Shunga xomushlik kesili bo'lsin, boshqa psixik masalalar bo'lsin, har qandig'ining eng yaxshi davosi nimasi? Siz uchun psixiklik maslahat elish. Ammo buning oldingi sharti siz psixik maslahat olmoqchi bo'lgan odam cho'qim qarshi tarafning nima ish qilayotganligini bilgan ahvol ostida anından keyin o'ng'ishg'il bo'ldi. Shunga dunyodagi eng yaxshi dora paranglashish deymiz. Eng yaxshi dora paranglashish. Ha, ma'qul. Paranglashalaganda ichingizdagi narsalarni deyalganda eng muhimi ichingizdagi hissiyotlarni yaxshi ifodalayolganda badningizdagi sizni yiy qilayotgan nurg'unlik pasib hissiyotlarning hammasi butunlay tugmasimi 30-40% yengillaydi. Shu yengillashning o'zi bizga saqaydi deb qaraymiz. Şu saqaygan hisob ma'lum nuqtadan butunlay tugmagan taqdirda, chunki shuning o'zila u odamni turmushda normal bir odamning oldiga qaytarib o'tadigan gap. Ma'qul, rahmatimiz uchun. Demak, bizning shu elchi sahnamiz uchunmi eng yaxshi bir dori bor. O'zaro paranglashish, o'zaro tushunish, o'zaro o'rtaqlik hosil qilishdan iborat. Endi biz ikkinchi bosqichga o'taylikmi? Qani, ekran qaranglar. O'rtaq tushuncha hosil qilish bosqichiga keldik. Bir sorunim bormi mening? Nima sorun? Hech qilsiz yana. Cash qilish, kunduz qilishni qo'yib, men pul berib pul. Nima pul? O bir mehmon qilama, og'inamniki oldiga chiqama, bir kapsa deb. Pul deyishingiz nejat zerikdim. O'g'allar o'g'andikda bir dabbanjalar o'ttasanglar bo'lar bir kirib. Bu her aylık maaşımı gıppanışıp ekirip kolunu berivatım. Benim bu iki tal ağaynam gelse aldık çıkamam demem ben. Bastığa salamam demem olağa. Oy o ağaylarınızla da bir oturup ben deyemmiz jığıvamay aş kayga ağaynanızla bir adap pencile beraber odul karakter işçiler aylık. Otta sana bu mu maddi sadık kılıp? Hak misal kitabını odan bilirdi. Ben bağaktım beni ravars oynatkan o. Hem de miyakesmen bir daha pencile açık karaktım bir izlep ezarakını. Ve bezireyip oturmam ne közü karab. İşte bulmaydı o. Hiç kişi pul hacılayman da deydi ki. Ekirpesem muk alırsa. Çay oynaysa. Kiyim giyse. Bazar çökürsen pul var. Benim işki ağinem kesme aldık çıkıp kaysam pul yok mu? Vay ayda. Emdi görürse. Qanday qilmoqchi? Pul tıqmoqchimi? Pul tıqmamdım. O mening ishim. Yaxshi qildi ekansiz. Oyda bir qatam maosh berib, kesh pul so'rab. Sizlarcha bu ayol ishkaylan paranglashyotamdi, urushib kelyaptamdi. Datalash qilyapti. Urushyapti qisqasi. Shu ekranda ko'ringan ayolning o'rniga o'zingizni qo'yib baqsangiz, siz nimani o'yladingiz? Ayolning kasalligidan oshirib o'tganligini his qildim. Ayol kishi oshirib o'tdi, shundaqmi? Azroq oshirib o'tdi. Endi uyda pul xarjlasa gap yo'q. Endi kishi taraf pul xarjlasa, uning ochiqga pul vermay, unda turib olishi
sal uyg'un emas. Ko'z qarashim raziyliklar o'xshash. O'xshash. Menimcha ayol kishi olgan uchun sal kam qo'saqroqlar qilib, andan shu kishiniki to'g'ri yo'lda do'st bilan o'ltirishga yo'l qo'ysa, ana bir-birisiga urushmay yo'l qo'yishib o'tsa, xotirjam bir kunni bo'lsa o'tkazsa, malik bo'ldi, lekin bular bittayn datash urushga tez qamlashmoqda. Ailada iqtisodni ayol kishining boshqargani yaxshi. Bayqi videoda ko'rib o'tdik. Er kishi bo'lgan odam maoshini oladi ekan, ayolga akirib berdi ekan. Endi bularning turmushida qarasak, pul ayolga bergandan keyin uyda masalan sakutat elish, haftalik turmush xarajati, o bu puldan ayol kishi qisinmaydi ekan. O'zining chaylari bor ekan. Agar er kishi pulni bermay ayoliga puldan qisib magana aloqalar bilan ko'rishib tomoq yeyman pul ber degan bo'lsa, ayol kishining pulni bermayman, pulni qalayman buzib tashlashdan degani to'g'ri bo'ladi. Lekin abiyat iqtisodni amsiga ayolning qo'liga beribdi, sen boshqur deb. Odamgarchilikninki bir ammoqning bamiki bor. Ba tavuqim yan tavuqim yanmasang sun tavuqim deydigan gap bor. Endi to'y-to'ykunlar bo'ldi, o'ltirish qo'pishlar bo'ldi. Odamgarchilikni vaqt-vaqtida qaytarib tugatgan yaxshi. Bu ayolning qilgan xato mencha. Bu filmda ayol hamda bu pulni ayollar saqlasa yaxshiroq. O achimizmi hamda shu uyninki iqtisodini sal qisib olay deganni o'ylab qoldi chig'i. Shuningga so'rovlarimizsa azlashsa bo'ldi deganni xiyol qilib qoldi o'g'ay. Hamda o apandimi bek xapolab ketdi, pul bersangmi deb. Bence bek gap talashmay ham bir ish qitim nim qilgankin ayoldan so'ragankin ma'qul deb qo'shilgan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Mening ko'z qarashimcha bo'lsa, pulni mayli ayol kishi tutsin yoki er kishi tutsin, er ayolning bir-biriga ishonch, hurmat bo'lsa, aniq bir oilani qamdab ketadi deb o'ylayman. Ma videoda qarsam ayol kishiga bergan buni. Ayol kishiga bergandan yo'l chiqib bermayotganda. Menimcha bo'lsa ayol kishiniki sal eshib ketdi. Men ko'nglimda o'ylayman, ahamiyatsiz so'rinni azaytqa yaxshi. Mayli er bo'lsin, mayli ayol bo'lsin. Ayol kishini azroq eshib ketib qoldi. Men o'ylayman, bu videodan ko'rib yotdik. Erninki bir do'stimda Iroqdan kelibdi-ku, yo'qlab. Bu Iroqni yo'qlab kelganda bu oldiga chiqmasak bo'lmaydi bu. Turmushda bir odamgarchilik deydigan bir gap bor. Bu adam atrofidagi odamlarga odam deydigan bir gap bor. Shunchalik odamgarchilikni qilmasak, ba'zi odam hisoblanmay qolamiz. Shunda bo'lgandan keyin endi bu ayolninki shunda vaqtda bu yo'ldishini iqtisoddan qisqini ancha to'g'ri emas deb qarayman. Filmdan bilgan bo'lgan o'sha ayolning biza ishib ketganini, ya'niki bu endi deb kelsak, o'g'illarning do'stlaricha xuldi. Alag'in birodarlaricha xuldi. Aşağıdan endi pulni amina aş ayol berganki, bir-aqtim yo'lni qilib, o'ynab keling. Baldir enib jiqishib olman, o'chi-bichi degan yari bo'lsa, ya'niki u mayli-da, lekin unda hissiyatni qisib olgan bo'lsa, ertalabning og'ayinsini oldida biza yuz chipitishim bo'ldi, izmashishim bo'ldi. Shuni o ayolning qilgani xato deb o'ylayman. Bu videoda odamlarning yana bir xil Xinbei Shenshan yani şu qilmishini bilalaymiz. Qilmish degan bir xil odamlar o'rtaq ekan. Ba'zi odamlar o'zini boshqalar orqali kontrol qildi. Masalan, bir yavaş qizval bo'lishi mumkin xarakterida, ammo uning ichida bir xil intan kuchli sho'xliq bor. Hatta bu sho'xliq bu qizni balkim bir xil sallamada Allah qo'yib bersa, nayt sho'x bo'lib ketish mumkin-da bu qiz. Ham bu qiz o'zining sho'xligidan qo'rqidi. Natijada bu qiz nima ish qildi deganda, cho'qim nayt uni yansu, nayt qattiq boshquradigan bir erni topdi. Shuni yaxshi ko'ra qoldi. Bu yerda tepishning o'zi ongsiz oldi bo'ladi. Bu hamda hissiyotda yaxshi ko'radigan bir hissiyot oyna ketadi demakchi. Shuni yaxshi ko'ra qoldi. O'zining uni nima yaxshi ko'rayotganini bilmaydi. Amaliyoti nimasi? Shunday bir qattiq boshquradigan bir odamni yaxshi ko'rayotgan sababi o'zining o'zi kontrol qilinmagan qismini orqali kontrol qildi. Biroq bular o'y tutdi. O'y tutib bir mezgildan keyin bu qiz dal erning qattiq boshqurishdan shundoq bezor bo'ldi. Asli bu qiz erning tarafini yaxshi ko'ra qoladi.
Ammo bag'an surchuvsa bu qiz erning osh tarafi eng o'chaloq qoldi. Eng hatto shu taraf tufayli ajrashib ketishi mumkin. Hamda ma filmda cho'tsa filmdami er. Ba'zi erlar bu ermo yoki boshqalar o'zining pulni buzib ketishdan qo'rqib, pulni kontrol qilolmaslikdan qo'rqib, ayol orqali hisobni kontrol qilyotdi. Bu amaliyotda ma'lum darajada bir mag'lubiyatning belgisi. Bu xil usulda pulni kontrol qila olmaydi. Shunga qarasak bu er nima ish qilyotdi? Nurg'un erlar ayoliga pulni bergan bilan amaliyot nima desa, yana bosliq holda keraksiz narsalarga ishlatib, bu pullarni yana o'xshashlam nima desa, sarf qildigan gap. Shunga biz bir narsani chuqur bilishimiz kerak. Odam o'zi kontrol qilolmagan, o'zi boshqarolmagan qismini boshqa odam orqali mangu unda kontrol qilib olmaydi degan bir qilmishni deb qo'yadi demam. Men film orqali shu so'zlar orqali bir ism gap qoldi. Mening bir tanishimda hamdi. Yo'ldoshi ashunda mashina ayoliga berdi, saqlaydigan. Shu xarajatga hamdi. Mashina akirib qanday qildi ekan? Ammo shu davomli qaraqishib ayollarga o'tirish qiladi. Davomli. Jibin shamda 3 kunda bir desakmi, kunda degan olmaydi. O pulni qanday qildi? 2000 yenni elib yinaga. Mush bir oylik. Qolgan 4-5 ming ham cho'nglarga bizda ekamda 5-6 ming oladiganlarmdi. 6 mingdan oshadi-da maashi. 2000 ni elib 4 mingni ya 20 mingni ya 5 mingni ayoliga berdi. Mush ayda mush 2 ming menga yetdi deb. Asasan yetkizdik. Bu bir endi iqtisod anda qilqamini berib deb kunni bir azraqdan ba deganmi yaxshi emasga. Aylığa berib etdi. Ammo ko'nglida g'umba. Qisqasi, to'g'rimi? G'umba. Sana men chunki tilga oldim emasmi? Tilga olib men maash sana bergan tursam, nish bermaysiz. Aslan bir xil norozilikqa oldi beribdi da pulni. Shundan do'stimga xajlaytimda, ana xaj. Endi bu erning o pulni ayolga berishi hergiz ayolga berib etgan pul emas. Faqat nimasi oyning xarajatlariga ishlasin deydi-da. Ammo buning bir kamchiligi bor. Qanday kamchiligi bo'lsa, er pulni bergandikinlar bütün mas'uliyat, bütün qildigan ishlarni ayollarga yuklab qo'ydigan bir avval bor bu yerda. Ham bu yerda eg'ir keldigini, narsa kerakligini elish emas. Eg'ir keldigini nimasi oyning ham nurg'un unda ushaq chekishgan oila tugmaydigan. Shunga mening ham tavsiyarim. Ayollar bir-birisining iqtisodiga amal bor, bir-birisiga oshkorlab turadigan. Yuşulmaydigan, ammo pulini o'zi saqlaydigan, oilaning chiqimini deyishib, undan so'ng mening o'yining masalan daykon bo'lsa, daykonsini siz to'laysiz, ushaq cho'k men to'layman deb manda qilsa, bu texmo bir vammay bir jehi bo'ldi deb qarayman, tavsiyarim bu. Bek rahatlik. Bu vaqtda rahat bo'ladi. Endi bu o'g'irdik. Sana vergandim, qilgandim qanopul. Men o'tgan oyda sana 6000 ko'y topshirgan deb baginni ko'rib, bu o'yning nurg'un ushaq chiqimlari va uni ko'may, sen pulni tugtibsan degandan bu ayol bergan pulingizdan tayin yo'q degandan bu erning texmochiga kelib, men de beribmi eski oldim, bu gap degan tugmaydi-ku. Odamlar mangu bir-birisi qoyil qilolmaydi, men oldin sandimi dedim. Chunki bu govtung emas, bu paranglashma emas, bu faqat nima esa jingza, tirkishish. Men oq, sen qaralam demakchi, shuning bir xil adablik usuli bu. Adablik ifodalanishi. Shunga amalbab pulni bir-birisi o'zinikini o'zi boshqarib, o'zi ishlagandan keyin o'zining yanchiqida turib hajlimisimi, odam bir pulnimda yanchiq selvasimi, ko'ngli boshqacha to'xtirdi. Pul bo'lmagandan keyin hajlaydigan yer bo'lmasimi, odamda anchongan degan narsa kam bo'lib ketadi. Yanchiqida pul bo'lsa, texib pulni oz hajlaydi. Pul yo'q odam pulni hajlab oladi. Pul yo'q bo'lgan sir hajlikka ketadi. Puli jiq odamning hajlikka kelmaydi. Baylar asosan pul hajlamay piqsiqlikdan emas, bu hojdan qolmaydi. Pul bo'lmagandan keyin pul va'da ko'rinaman deb kim nimasa og'iz kelib ketadigan, chunki xalqan bir odam bir olganda siz ashtonda o'zingiz tuvandek his qilib olsangiz, shundan bir amal qilib, qaz qilib bo'lsin hajlab oldigan manda psixika odamda. Endi baylarcha ko'ngli to'q bo'ladi, uning dundaq birisi bir nima olsa, bearam bo'lgan shunmagan keyin hajlash ehtiyoji tug'ilmaydigan gap. Shunga ayollar pulni amal bor, o'zinglar saqlanglar. O'yining chiqimini bayatın degandek er bo'lgandan keyin sal ushqroq ko'tarib, ayolmi ozroq ko'tarsa, unda shikilisa bir bilaqa fuchuni tanqigandan keyin menimcha yaxshiroq bo'lamdiki deb o'yladim men.
Rahmat. Demisimi ma'lumlar sizlar uchun qo'lchiroq yiqib beryapti. Yo'ruqlik tarafni ko'rsatib beryapti. Demisimi turmushda formula yo'q. Cho'qim er tutish kerak, yo'q zodi ayol kishi tutish kerak. Bundaq formulaga sog'an emas cho'nglar turmushnimi. Ham bundaq formulaga tushmaydi. Mishab turgan hammanglar har xil oilalarni qurib chiqishinglar mumkin. Ba'zilaringlarning oilasida balkim er bakrak yaxshi kontrol qilib iqtisodni gullantirishda aloyidligi bo'lsa, erning gapi bakrak yo'lliq bo'lishi mumkin. Ba'zilaringlarnikida ayol kishi bakrak aqlli kelsa, iqtisodchil, oilani tutish ipi bo'lsa, ayol kishining o'rni cho'ngroq bo'lishi mumkin-da, ama iqtisodga kelganda. Yana ba'zi oilalarda boya ali aytgandek nayt rohatlik. Har ikki tarafning o'ziga xos bo'shligi va iqtisod jihatda. Lekin uni buzib ketish emas maqsad. O'zaro hurmat asosida uyning o'rtaq chiqimlarini ustiga ilish, uningdan sirt o'ziga bo'shliq qoldirib qo'yish. Demak, qanday oila tutish? Mana sizlar ijodkorlar, o'zinglarga bog'liq. Ham bir er kishining mamda do'stlarim kelibdi-kem pul va ashli mehmon qilib deysimi bir menga vali tanglandimda gap. Ha, shunaqa kichik vaqtimiz bu ana pul va do'stlarim bilan marajna yetdim, lan poy yetdim dedi. Yo'g'on bir odam do'stlarim kelibdi-ki, mehmon qildim deb pul so'rash, men bir hamda er kishining bir xil er kishilik obraziga nisbatan bu bir xunuklik. Er kishi degan qandaq narsa, er kishi degan vuning veli. Ayol kishining nazarida vuning veli. Uning qilolmaydigan ishi yo'qdek bir xil obrazi bo'ladi. To'g'ri. Garchi uning qilolmaydigan nurg'un ishi bo'lsa-mu, ammo ayol kishining nazarida shunday bir obraz bor. Bu obraz ayol kishining bu erga nisbatan bir xil yaxshi ko'rishini menga hissiyat xurmaydi degan gap. Unda qilmay bu kishi do'stlarim keldi, o'tirash qildi, hozirroq pul ver desa, bu ayol kishiga nisbatan ayol kishining ko'zida ko'rib qolgan ash erni. Bu er qandaq bir holatga tushib qoldi. Bu er bir xil chumulidek bir holatga tushib qoldi. Bu chumulidek bir odam da bu ayolda uning nisbatan hech qanday bir hissiyat, hurmat degan narsa bo'lmagandan keyin ama aile bir xil mashinadandek bir holatga kelib qoldigan gap. To'g'ri yetaklash xarakterdagi mushtaq ustozlarning bilimini bakrak asli saqlab olishinglarni tavsiya qilaman. Hozir ma do'yinlarda chiqayotgan ba'zi bir videolar bor. Qarmoq qiziqarliq. Ta'sir qilmamdikin ta'sir qiladi. Turmushga tatbiq qilsak tushmaydi. Masalan, haddidan ziyoda besham ayol obrazi. Haddidan ziyoda yuvosh ayol kishiningki soyasida mayli deydigan ayol kishini ayaydigan obrazlarga hayajonlanib, men mashtaq bo'lsamchi deb xiyol qilishinglar mumkin. Lekin turmush kino emas. Turmush do'yindagi video emas. Shunga ustozlarning gapidan tanlab oldiganinglarni, o'zinglarga mos keldiganinglarni julib avasanglar bo'ladi, a? Amsa naqsha anglamsizlar? Elchining Larzon yeriga keldik. Bir naqshni anglab o'tgandan keyin parangimizni davomlashtirdigan. Qani, birlikda anglaylik.
darhol telefon qilib Şinjanning har qaysi yerlardan hamkorlashishga chaqiramiz. Chiroyli naqshlarni anglab bo'ldik. Endi 3-bosqichga kirdik. Oxirgi tanlash. Bu odamni biza qiynab qo'ydigan bosqich. Ikkilantirib qo'ydigan bosqich. Ba'zi qizlar va yoki qisman yigitlar amalsizlikdan ishchilikni deb bo'lmaydigan bosqich. Biz ishinglarni ko'ramaymiz. Faqat sizlarga yordamli qila olamiz. Shunga bizni bak ko'p yordamga chaqirib olmasdan, rost samimiyatinglar bilan agar bir odamga nomzod qilib ko'z tikkan bo'lsanglar, o'chamanglar. O'chirvatdi, yuzimga sat bo'larmi deb o'chirib etish u sizlar emas. U rohat siz emas. 3, 2, 1. Nimtama xinay sayaytining barliq chiqimlarini o'z ustiga oladi. 3, 2, 1. O'g'illar tarafda 2 chiroq saqlanib qoldi. Qizlar tarafda bir Raziyalar chiroqni saqlab qoldi. Xo'sh, amsi mush 3 aylanning yurak so'zini bir anglab baqaylik. 4 nomerlik qizchaq mijozimiz chiqishiganda qiladi. Shuni saqlab qolgan o surati tezga o'chiryapti. Amsi o'zi bilan bir paranglashib baqamsiz. Agar qayil qila olsangiz, balkim siz uchun qayta yondirib qelishi mumkin. Qarasam mijozimiz chiqishiganda qiladi endi bir. Masalan, siz qaysi yerdan chiqishgandek ko'rdingiz, qabul ko'rdingiz? Siz menga o'xshasan, egir bilsak, temkin qizol ekansiz. O'zimdan endi ko'lamdagi hissiyotim tuyotdi-ku. Mush qizolim, sal bir gapimiz bir yan chiqidek, mijozimiz kelishkidek deb ashta bir hissiyotlar bor. Rahmat, lekin shunda to'g'ri tushunib, unda bir ko'nglingiz o'ylig'ingiz xo'sh bo'ldim, lekin biroq siz mening o'ylig'imdagi tipimdagi o'g'il bola emas, kechiring, xafa bo'lmaysiz. Hech qisi yo'q. Rahmat. Endi mening chiroq saqlab qolishimdagi sababim tunji qatim meni masahni taklif qilgan vaqtda ko'zimga pek o'ng'liq ko'rindi, siq ko'rindi, yiqib qoldi. Qiziqib qoldim. Abdurahmon 3-nomerman. Ha. Abdurahmon sizchi, siz kim uchun saqlab qoldingiz? O'xshashmi? Men shu Raziya uchun saqlab qolgan. Qarsam qiziqishlarimizmi o'xshaydi ekan. Ha. Bo'ldi. Kelamizda. Ma bir netsan izchil xo'sh deganda yolg'izda berib yana bu qitimmi yolg'iz olat xo'sh damammi ekranga desam yaxshi bir natija chiqyapti a. Abdurahmon enim bilan Raziya singlim sahnadan tushib ketish oldida turyapsizlar. O'tiringlar, turolmaychi, qani kelinglar. Aldı bilan ishqinglarni qutuqlab, mardonlik bilan o'zaro o'y fikringlarning bir yerga kelishi bilan bir-biringlarni chatga qaqmasdan tushunib baqayli deb sahnaga chiqqaninglarni muboraklab, sog'lomlik sohasida izchil eng yaxshi mahsulotlarni ishlab chiqarib kelayotgan Şinjan Uzcat Xalqaro savdo cheklik shirkati ta'minlagan sog'lomlik mahsulotlarini sizlarga ko'rish sovg'a sifatida taqdim etamiz. Bundan boshqa chiroyli Raziyaga texnik chiroyli bo'lib ketish uchun Şinjan Lirika Biopan texnik cheklik shirkati alohida qizlarimiz uchun ta'minlagan sovg'atlikdan yana qo'shib ayrim bir yurishni taqdim etamiz. Ahamiyatli sovg'amizdan birisi Şinjan Elchi to'y mulozimat cheklik shirkati maxsus qo'l tushib ketadigan qiz yigitlar uchun so'qtirgan oltin uzuk. Qani sovg'atliklaringlarni qabul qilinglar. Muborak bo'lsin. Endi ishqinglar haqiqatan kelishib qilib cho'nglarningmi roziligi qo'shishi bilan to'y qasriga qadam ola olsanglar, undaqda Şinjan Elchi to'y mulozimat cheklik shirkati ishqinglarning Sanya Şirnay sayohatinglarning barliq chiqimini o'z ustiga oladi. Endi udlunlarda taqan Ali ma'lum qaranglar. Ali ma'lum ishlab chiqargan Kiki kayfiyat tabletini to'yinglarga alayda so'q qiladi. Muborak bo'lsin. Ishqinglarni shunday uzataylik hamsa. Bir olqish beraylik qiz yigitlar.
Sahnada yaxshi o'rtoqlikni hosil qilib, bu Raziya bilan meniki har xil jihatdan mijoz xarakter, qiziq jihatlarda o'rtoqlik hosil qilib, o'rtoqlik bor ekan. Shunga bundan keyin biz hamda turmush jihatda nima qilib, taxmbek cho'nqurlagan tushunishlarni hosil qilib, bo'lsa keyinchakka shu bir uy kirsak degan umidda. Baytanqi endi sahnada paranglashib o'rtaq tunish hosil qildik, lekin anchalik yetarli emas. Lekin men o'yladimda endi mabal bo'lib qoldi ekan. Keyincha bundoq tunishib, keyin aralish jarayonida texnik cho'nqur tushensam yoki tushunish hosil qilsam, cho'qim birga o'tib ketalishi mumkin deb o'ylagan. Qarmoqqa bu talishim to'g'ri o'xshaydi. Ikkimizniki qiziqishlarini tatib o'ylashi sangvan, ya'ni ish qilib qarshimizning o'xshash ekanligini his qildim. Keyin ish qilib ikkimizning birga turib bundoq o'tib qolish imkoniyatimiz bor. Yaxshimisiz? Elchi programmasini ko'rib qanday ta'sirli bo'ldingiz? Elchi programmasini ko'rib nihoyat xush bo'ldim. Yoshlarimizni xizmat besligining eshib ketganligi, turmush besligining eshib ketganligi sababidan bu programmadan foydalanib, bir-birisiga joy izlab, yaxshi loyiha izlab qilishni umid qilaman. Hem bu programını yaxshi qo'yilibdi. Shaxsan men o'zim bir oylik ishlarni yoqtirib ko'ryapmiz. Bundan keyin texmi yaxshi fursatlarni berishini umid qilaman. Abdurahmon bizga izchil bak yaxshi ta'sir berib kelgan yigit. Raziya ham shundoq. Abdurahmon kamsiz, lekin ishchilikni nihoyatda qisqa jumlalar bilan udul ifodalay oladigan yigit. Raziya mo udul, bevosita, gap yo'shirmaydi. Xo'shal kayfiyat bilan sahnaga chiqib, yana shunday kayfiyat bilan sahnadan tushadigan qiz. Biz turmushdami bu shikaylarning chiqishib bizga patroq xo'sh xabar yetkazishiga tilakdoshmiz. Sizlar quruq qolishib ketmanglar. Xinjiang Uzchat xalqaro savdo cheklik shirkati ta'minlagan sog'lomlik mahsulotlarini minglar sovg'a qilamiz. Uningdan boshqa qizlar sizlarga ayrim sovg'atligimiz Xinjiang Lirika Biopan texnik cheklik shirkati ta'minlagan grin mahsulotlari. Qabul qilinglar. Qadrli ko'rman do'stlar, programmamizning tajdorligini Xinjiang Elchi to'y mulozimat cheklik shirkati o'z ustiga olgan. Elchi programmamizni Xinjiang Ilg'or uymilik ichish cheklik shirkati, Xinjiang Nur Aman uymilik ichish cheklik shirkati alohida qo'llab-quvvatlagan. Elchi programmamizni Xinjiang Lirika Biopan texnik cheklik shirkati alohida talab qilgan. Nanjing Mannur 6